Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va qadrli pensionerlar. Bugun men siz bilan juda jiddiy va dolzarb mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensiyaga chiqqan inson uchun g'oyat muhim. Shuning uchun diqqat bilan eshiting va videoni oxirigacha ko'ring. Aprel oyidan boshlab pensiya tizimida yirik o'zgarishlar kutilmoqda. Agar siz ushbu videoda aytiladigan qoidalarga amal qilmasangiz, pensiyangizni qaytarishga majbur bo'lishingiz yoki hatto undan mahrum bo'lishingiz mumkin. Bu men o'ylab topgan emas, balki rasmiy hujjatlar va amaldagi qonunchilik talablari. Shuning uchun hoziroq kanalimga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumot ko'proq odamga yetib borsin. Muammo mohiyati avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Avvalgi tizimda pensiya to'lovlarini nazorat qilish biroz sustroq olib borilardi. Albatta tekshiruvlar bor edi, lekin ular ko'pincha rejali yoki murojaatlar asosida amalga oshirilardi. Ba'zi holatlarda fuqarolar o'zlarining shaxsiy holatlaridagi o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini xabardor qilishni unutib qo'yishardi yoki bunga e'tiborsizlik qilishardi. Masalan, nogironlik pensiyasi oladigan insonning sog'ligi yaxshilanib, ish qobiliyati tiklansa ham, u bu haqida o'z vaqtida xabar bermasdan pensiyani olishda davom etishi mumkin edi. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan kishi turmushga chiqqanini yoki ishga kirganini pensiya jamg'armasiga bildirmay pensiyani olishda davom etardi. Natijada ortiqcha to'lovlar yigilib borardi. Lekin bu holatlar har doim ham tezkorlik bilan aniqlanmasdi. Hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Tashaffuf va samarali qilish maqsadida barcha pensionerlar uchun majburiy va muntazam tekshiruvlarni joriy etmoqda. Bu nafaqat qonunbuzarliklarni aniqlashga, balki pensiya to'lovlarining adu patu aman atittalatanda til sensalli taqsir simlanishini ta'minlashga ham qaratilgan. Endi pensiya jamg'armasi boshqa davlat idoralari, masalan FHDO soliq qo'mitasi, bandlikka ko'maklashish markazlari, ichki ishlar organlari va hatto sog'liqni saqlash vazirligi bilan ma'lumotlar almashinuvi bo'yicha kuchli tizimni yo'lga qo'ygan. Bu degani sizning hayotingizdagi har qanday muhim o'zgarish pensiyangizga ta'sir qiladigan har qanday ma'lumot tezda pensiya jamg'armasiga yetib boradi. Bu avtomatlashtirilgan tizim xatolar va suiiste'molliklarni minimallashtirishga qaratilgan. Shunday qilib, endi men bilmas edim yoki menga aytishmadi degan bahonalar o'tmaydi. Har bir pensioner o'zining mas'uliyatini his qilishi va qonunchilik talablariga rioya qilishi shart. Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Keling, avvalo kimlar xavotir olmasligi kerakligini aniqlashtirib olsak. Agar siz o'z vaqtida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bir muhim o'zgarish yuz bermagan bo'lsa, masalan, ishga kirmagan bo'lsangiz, boshqa turdagi pensiyaga o'tmagan bo'lsangiz, boquvchisi vafot etganlik pensiyasi olsangiz, unga bo'lgan huquqingiz o'zgarmagan bo'lsa, unda xavotir olishga asos yo'q. Sizning pensiyangiz davlat tomonidan kafolatlangan va u belgilangan tartibda to'lab beriladi. Bu tekshiruvlar halol pensionerlarga ta'sir qilmaydi, balki adolatni ta'minlashga qaratilgan. Endi esa kimlar jiddiyroq e'tibor berishi kerakligi haqida gaplashamiz. Bu kategoriyaga kiruvchi shaxslar o'z holatlarini sinchiklab tekshirishlari va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilishlari shart. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, bu toifadagi fuqarolar odatda vafot etgan yaqinining qaramog'ida bo'lganligi sababli pensiya oladilar. Agar siz shu pensiyani olib, hayotingizda muhim o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, masalan, turmushga chiqqan bo'lsangiz, agar vafot etgan turmush o'rtog'ingiz uchun pensiya olib, qayta turmush qursangiz, qonun bo'yicha bu pensiya to'lovi to'xtatiladi. Agar siz bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz, sizdan ortiqcha to'langan summa undirib olinadi. Ishga kirgan bo'lsangiz, agar siz vafot etgan ota-onangiz yoki turmush o'rtog'ingizdan pensiya olib, ishga kirsangiz, bu pensiya to'lovi o'zgarishi yoki to'xtatilishi mumkin. Ayniqsa, bolalar 18 yoshdan oshib ishga kirsa, ularga bo'lgan pensiya qismi to'xtatiladi. Agar siz buni bildirmagan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi sizdan ushbu ortiqcha summani qaytarishni talab qiladi. Misol, Farida opa vafot etgan turmush o'rtog'ining pensiyasini olardi. Undan tashqari, uning voyaga yetmagan 16 yoshli qizi ham otasidan bo'lgan pensiya ulushini olardi.
kizi 18 yoshga to'lib kollejni tugatib ishga kirdi. Farida opa bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Hozir qiziga har oy 500 ming so'm miqdorida pensiya to'lanmoqda. Tekshiruv natijasida bu holat aniqlansa, Farida opaning qizi ishga kirgan kundan boshlab to'langan 500 ming so'mdan iborat har bir oy uchun summani qaytarishga majbur bo'ladi. Agar bu bir yil davomida yuz bergan bo'lsa, qizidan 6 million so'm undiriladi. 2. Nogironlik pensiyasi oluvchilar nogironlik pensiyasi so'gligi yomonlashgan va ish qobiliyatini yo'qotgan fuqarolarga beriladi. Bu toifada ham bir nechta holatlar mavjud. So'gligingiz yaks shil lang ne jaza yansamtiyengiz. Bo'lsa pabatut lazab kile sarab alsa. Agar sizda D yoki 3 guruh nogironligi bo alsa va keyingi tibbiy ko'rikda TMK so'gligingiz tiklangani yoki ish qobiliyatingiz qisman tiklangani aniqlansa, pensiya guruhingiz o'zgarishi yoki pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Agar siz tamakdan o'tishni atayin kechiktirgan bo'lsangiz yoki uning natijalarini yashirgan bo'lsangiz, sizdan ortiqcha to'langan summalar talab qilinadi. Ishga kirgan bo'lsangiz, agar nogironlik pensiyasini olib turib to'liq ish kunida ishga kirsangiz, bu sizning pensiya miqdoringizga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi turdagi nogironlik pensiyalari ishlayotgan shaxslarga to'liq miqdorda to'lanmaydi yoki umuman to'xtatiladi. Agar siz bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, sizdan ortiqcha to'langan pullar talab qilinadi. Misol, Aziz aka 3 guruh nogironi sifatida har oy 200 ming so'm pensiya oladi. U jamoat ishlari uchun vaqtincha ishga kirdi va har oy 1.5 million so'm maosh ola boshladi. Qonun bo'yicha ta guruh nogironlari ishlagan taqdirda ham pensiya olishlari mumkin, lekin agar bu to'liq shtatda bo'lsa va uning mehnat shartlari nogironlik sababiga zid bo'lsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi yoki to'xtatilishi mumkin. Tekshiruvda u maosh olayotgani aniqlansa, uning ishi pensiya jamg'armasi tomonidan qayta ko'rib chiqiladi. Agar uning ishlashi pensiya olish huquqiga zid bo'lsa, u ortiqcha to'langan summani qaytarishi kerak bo'ladi. Yoki yana bir misol, Dilshod aka 2 guruh nogironi bo'lib, har oy 950 ming so'm pensiya oladi. Uning sog'ligi yaxshilanganligi sababli demak uni 3 guruhga o'tkazdi. Lekin Dilshod aka bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi va hali ham 2 guruh pensiyasini olishda davom etdi. Agar tekshiruv natijasida bu aniqlansa, u 2 guruh va 3 guruh pensiyasi o'rtasidagi farqni qaytarishi kerak bo'ladi. 3. Vafot etgan shaxslar pensiyasini oluvchilar. Afsuski bu eng og'ir holatlardan biri. Ba'zi hollarda vafot etgan pensionerning yaqinlari uning pensiya kartasini ishlatishda davom etishadi. Bu qonun bo'yicha jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladigan og'ir qonunbuzarlikdir. Takta misol, Mahfuza Sola vafot etdi, ammo uning qizi Gulnora har oy onasining pensiya kartasidan nafaqa pulini yechib olishda davom etdi. 6 oy davomida u onasining pensiyasidan jami 5.4 million so'm har oy 90 ming so'mdan oldi. Tekshiruvlar natijasida Mahfuza Solaning vafot etgani FXXO bazasidan aniqlanadi. Gulnoraga nisbatan nafaqat pulni qaytarish talabi qo'yiladi, balki firibgarlikda ayblanib, jinoiy ish uchun bakonak de azgam de atat azatati nishu andan bunday holatlar uchun javobgarlik juda jiddiy. Chet elga doimiy yashash uchun ketgan pensionerlar. Agar siz O'zbekiston fuqarosi bo'lib, pensiya olsangiz va doimiy yashash uchun boshqa davlatga ko'chchalar ko'chatda makana tokkada talandi ava matlibat talananyap banakta yana kitatib kada tanjida degan botilsa bo'lsangiz pensiya to'lovlari to'xtatilishi mumkin. O'zbekistonning boshqa davlatlar bilan pensiya masalasida shartnomalari bor yo'qligiga qarab pensiya to'lovi tartibi o'zgaradi. Agar siz ketganingizni bildirmasdan pensiyani olishda davom etsangiz, ortiqcha to'lovlar qaytarilishi shart. Misol, Ahmad aka O'zbekistonda keksalik pensiyasini olardi. 3 yil avval u Rossiyaga doimiy yashash uchun ketdi, lekin bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Uning pensiya kartasiga pul tushishda davom etdi va uning qarindoshlari yordamida yechib oldi. Har oy 1 million so'm pensiya olgan bo'lsa, 3 yil davomida 36 million so'm ortiqcha to'lov yuzaga kelgan. Tekshiruv natijasida Ahmad akaning mamlakatdan chiqib ketganligi ma'lumotlar bazasida aniqlanadi va undan bu summani qaytarish talab qilinadi. 5.
Boshqa turdagi ortiqcha to'lovlar, ba'zida teknik satolar, hujjatlardagi kamchiliklar yoki noto'g'ri hisob kitoblar tufayli pensiya miqdori oshirib to'lanishi mumkin. Garchi bu sizning aybingiz bo'lmasa, ham ortiqcha to'langan summani qaytarishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun pensiya miqdorini har oy diqqat bilan tekshirib borish muhim. Agar odatdagidan ko'proq pul tushgan bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va aniqlik kiriting. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Pensiya tizimi murakkab tuzilma bo'lib, unda bir nechta istisnolar va noaniq jihatlar mavjud. Ularni bilish sizni ko'plab muammolardan qutqarishi mumkin. 1. Ishlayotgan pensionerlar uchun istisnolar. Barcha pensionerlar ham ishga kirsa pensiyadan mahrum bo'lmaydi. Masalan, keksalik pensiyasi oluvchi shaxs ishga kirsa ham pensiyani to'liq olishda davom etishi mumkin. Lekin bunda ba'zi cheklovlar bor. Agar siz ishlasangiz, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabardor qilishingiz shart. Bu sizning pensiyangiz qayta hisoblanishi yoki ba'zi imtiyozlar bekor qilinishi mumkin bo'lgan holatlarni oldini oladi. Ba'zi bir toifadagi ishlayotgan pensionerlar, masalan, harbiy pensiya oluvchilar alohida qoidalarga ega bo'lishlari mumkin. Shuningdek, nafaqat ishga kirganingiz, balki ish joyingiz o'zgargani, lavozimingiz ko'tarilgani yoki maoshingiz sezilarli darajada oshgani ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun har qanday mehnat faoliyati boshlanganda darhol pensiya jamg'armasiga xabar berish eng to'g'ri yo asfolel. Qonunni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ko'pchilik men qonunni bilmas edim, menga hech kim aytmadi degan bahonalarni keltiradi. Afsuski, amaldagi qonunchilikda bu uzr hisoblanmaydi. Fuqarolarning o'z huquq va majburiyatlaridan xabardor bo'lishi ularning o'z zimmasidagi vazifadir. Pensiya oluvchi har bir shaxs o'z holatidagi har qanday o'zgarish haqida pensiya jamg'armasini kun muddat ichida yozma ravishda xabardor qilishga majbur. Bu majburiyat pensiya jamg'armasi xodimlarining yoki pochta bo'limi xodimlarining sizni ogohlantirishini kutishni nazarda tutmaydi. Masalan, Farida opaning qizi ishga kirganida Farida opaning o'zi bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishi shart edi, hattoki qizi bu haqda bilmasa ham. Agar bu majburiyat bajarilmasa, barcha moliyaviy oqibatlar, ya'ni ortiqcha to'langan summalarni qaytarish pensiya oluvchining zimmasiga tushadi. 3. Avtomatik yangilanishlarga ishonmaslik. Hozirgi kunda davlat idoralari o'rtasida ma'lumotlar almashinuvining joriy etilgani rost. Ammo bu sizning holatingizdagi har bir mayda o'zgarish avtomatik ravishda tizimda aks etadi degani emas. Ba'zida ma'lumotlar yangilanishida kechikishlar bo'lishi mumkin. Ba'zi ma'lumotlar esa, masalan, sizning ish faoliyatingiz o'zingizning yozma murojaatingizsiz tizimga kirmaydi. Shuning uchun sizning shaxsiy mas'uliyatingiz juda muhim. Agar sizning holatingizda pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan o'zgarish yuz bergan bo'lsa, avtomatik tizimga umid bog'lamang. O'zingiz pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va kerakli ma'lumotlarni taqdim eting. Oilaviy vaziyatdagi o'zgarishlar, nafaqat nikoh, balki farzandingizning vafoti, ota-onangizning vafoti kabi holatlar ham sizning pensiya olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar uchun bu juda muhim. Agar oila a'zosi vafot etsa, uning pensiya ulushi to'xtatiladi. Agar bu haqda xabar bermasangiz, avval aytganimdek ortiqcha to'lovlar undiriladi. Limda hujjatlarning yo'qolishi yoki buzilishi. Pensiya bilan bog'liq barcha hujjatlarni, xususan pensiya guvohnomangizni, barcha ma'lumotnomalarni, shuningdek pensiya jamg'armasiga topshirgan arizalaringizning nusxalarini qabul qilingani haqidagi belgilari bilan birga saqlab qo'yish juda muhimdir. Agar kelajakda biror tushunmovchilik yuzaga kelsa, bu hujjatlar sizning haqligingizni isbotlashda yordam beradi. Ba'zi odamlar hujjatlarni e'tiborsiz tashlab qo'yishadi. Natijada ularga kerak bo'lgan paytda topa olmay qiynalishadi. Har bir qog'ozning ahamiyati bor. 6. TMK Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi xulosasi muddati nogironlik pensiyasi oluvchilar uchun TMKdan o'tish muddati va natijalari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar TMK muddati o'tib ketgan bo'lsa va siz qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsangiz, pensiya to'lovi to'xtatiladi. Agar bu holatda sizga pensiya to'lab berilgan bo'lsa, ortiqcha to'lovni qaytarishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun TMK xulosasining amal qilish muddatini doimo nazorat qilib boring va o'z vaqtida qayta ko'rikdan o'ting. Esda tuting, bu jarayonni kechiktirish sizning moliyaviy ahvolingizga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
amaliy maslahatlar nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Aniq harakat rejasiga. Siz hozir aynan nima qilishingiz kerak? 1. Shaxsiy pensiya holatingizni ko'rib chiqing. Hozirgi paytda siz qanday pensiya olasiz? Keksalik pensiyasimi, nogironlik pensiyasimi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Bu pensiya turi bo'yicha qanday qoidalar amal qiladi? Masalan, agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olsangiz, o'zingizning turmush ishga kirgan kirmaganingizni, qaramog'ingizda bo'lgan bolalaringizning yoshini va ishga kirgan kirmaganligini tekshiring. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, nogironlik guruhingiz va turmak xususasining amal qilish muddatini tekshiring. Barcha ma'lumotlarni eslab qoling. Hayotingizdagi o'zgarishlarni tekshiring. Pensiya olishingizga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan oxirgi bir necha yil ichidagi barcha muhim o'zgarishlarni birma-bir eslab o'ting. Turmush holatingiz o'zgardimi? Turmushga chiqqanmisiz yoki ajrashganmisiz? İşga kirganmisiz yoki ish joyingiz o'zgarganmi? Sog'ligingiz yaxshilanganmi va nogironlik guruhingiz o'zgarganmi? Temakdan o'z vaqtida o'tganmisiz? Chet elga doimiy yashash uchun ketganmisiz? Oilaning qaramog'ida bo'lgan a'zosi, masalan farzand, voyaga yetganmi, ishga kirganmi yoki turmush qurganmi? Pensiya bilan bog'liq hujjatlaringizda biron bir o'zgarish bo'lganmi? 3. Agar o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Agar yuqoridagi savollarga ha javobini bergan bo'lsangiz va bu o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini xabardor qilmagan bo'lsangiz, shoshilinch ravishda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Aprel oyida tekshiruvlar boshlanguncha va imkon qadar tezroq murojaat qilish kerak. Degan gap bijizga emas. O'z vaqtida sabr berish sizni ortiqcha to'lovlarni qaytarishdan va jinoiy javobgarlikdan qutqarishi mumkin. Pensiya jamg'armasiga o'zingiz borib vaziyatni tushuntiring. Buni shaxsan o'zingiz bajarishingiz juda muhim. Ishingizni boshqa odamga ishonib topshirmang. Vaqt qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Pensiya jamg'armasiga borganingizda quyidagi hujjatlarni o'zingiz bilan olib boring. Chizim pasportingiz, pensiya guvohnomangiz. Holatingizdagi o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, nikoh guvohnomasi agar turmush qurgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasi nusxasi yoki ishga qabul qilish to'g'risidagi buyruq nusxasi agar ishga kirgan bo'lsangiz. Ruhingiz o'zgargan bo'lsa. Pap trasanda tamat samdiji pazan vafot etganlik haqidagi guvohnoma. Agar oila a'zosi vafot etgan bo'lsa, yashash joyini o'zgartirganlik yoki chet elga ketganlik haqidagi hujjatlar. Hujjatlarning asl nusxalari va nusxalarini ham olib borishni unutmang. 5. Ariza yozish. Pensiya jamg'armasi iqtisodiy sizga arizani to'g'ri yozishda yordam beradi. Lekin ba'zi muhim nuanslarni yodda tuting. Arizani 2 nusxada yozing. Bir nusxasini pensiya jamg'armasi iqtisodiyga topshirasiz, ikkinchi nusxasini esa o'zingizda saqlaysiz. O'zingizda saqlab qoladigan arizangiz nusxasiga uni qabul qilgan pensiya jamg'armasi iqtisodiyning imzosi, ismi sharifi va qabul qilingan sanasi qo'yilganligiga ishonch hosil qiling. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan har qanday muammolar yoki tushunmovchiliklar yuzasidan sizning himoyachingiz bo'ladi. Rashimadet arizada o'zgarish yuz bergan sanani aniq ko'rsating. Masalan, 2007 yil etmaydan boshlab ishga kirdim yoki 2023 yil 15 martda turmushga chiqdim. Talosikt ortiqcha to'langan pulni qaytarish tartibi. Agar ortiqcha to'lovlar aniqlansa, sizga bu summani qaytarish taklif etiladi. Odatda bu 2 yo'l bilan amalga oshiriladi. Ko'ngilli ravishda siz ortiqcha to'langan pulni bir martalik to'lashingiz yoki pensiyangizdan har oy ma'lum bir summani ushlab qolishga rozilik berishingiz mumkin. Bu variant ko'pincha eng qulaydir, chunki u sizga jadval asosida to'lash imkonini beradi. Majburiy ravishda, agar siz ko'ngilli ravishda to'lashdan bosh tortsangiz, pensiya jamg'armasi sudga murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Bu holda siz
nafaqat asosiy summani, balki sud sarajatlari va kechikish uchun jarimalarni ham to'lashingizga to'g'ri kelishi mumkin. Bundan tashqari, sud ijrochilari sizning mol-mulkingizga nisbatan majburiy ijro choralarini qo'llashi mumkin. Shuning uchun ortiqcha to'lovlarni o'z vaqtida tan olish va qaytarishga harakat qilish eng yaxshi yo'l. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi video juda dolzarb va muhim mavzuga bag'ishlandi. Pensiya tizimidagi yangi tekshiruvlar aprel oyidan boshlab har bir pensionerga tegishli bo'ladi. Sizning pensiyangiz bilan bog'liq har qanday o'zgarishlar haqida pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilish sizning majburiyatingizdir. Qonunni bilmaslik sizni javobgarlikdan ozod qilmasligini yodda tuting. Bu tekshiruvlar davlat budjeti mablag'larini adolatli taqsimlashga va suiiste'molliklarning oldini olishga qaratilgan. Shuning uchun o'z holatingizni sinchiklab tekshiring. Agar kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling va barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim eting. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Siz bu vaziyat haqida nima deb o'ylaysiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Shu bilan birga ushbu videoga like bosing va kanalimga obuna bo'ling, toki bu muhim ma'lumot ko'proq odamlarga yetib borsin va boshqa pensionerlar ham ogohlantirilsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.